Maxsus murojaat TV. Nurobod tuman hokimligiga ishlaydigan har bitta odam mana shuncha daraxtni vola ursin san ifloslarni. Shuncha qilgan mehnatim ko'r qilsin san ifloslarni. Mevasi bilan ham chiqarib tashlaysanmi iflos? Mana insofsizlar Nurobod tuman hokimligi. Qara ko'r ko'zlaring bilan ko'r. Mevalarim bilan daraxtlarni chiqarib tashlagan. Men bir yosh tadbirkorman ifloslar. Ishlaganman shu uchun. Mehnat qilganman, mehnat. Ijtimoiy tarmoqda tarqalgan xabarga ko'ra, Nurobod tuman joylashgan Bixi bog'lari noqonuniy buzilgan emas. Biz holatni yaqindan o'rganish maqsadida aynan joyga keldik. Fermer xo'jaligiga ishlayman, oilaviy ishlaymiz. Kelinimiz fermer xo'jalik rais, yosh tadbirkor. 23 ga kirgan kelinim 3 ta balasini mana shu yerda tug'ib, shu yerda palni ichida katta qildi, tuproqni yeb, ichib shu yerda katta qildi. Mana shu cho'l biyobon edi, soylar bor edi. Ekskavator chaqirib, mashinalar bilan kamas tuproqlarni olib kelib, mana bu yerni taxlab bizlar nihol ekdik. Niholimiz hosilga kirgan. Hammasi bor, videosi ham bor, nimasi ham bor, kattalar ham biladi. Mana bitta daraxt qolgan hosili bilan turibdi. Ana shuncha daraxtni hosili bilan chiqarib tashlab, bu yer pulga sotilib ketdi. Necha marta shu zam hokim keldi, Dilmurod degani. Familiyasi yodimdan chiqdi. Necha marta keldi. Pul taklif qildi. Mana shu yerni oxirini ber. Seni tinch qo'yamiz deb videosi ham bor mana. Videosi ham bor, kabinetiga bordim men. Aka qo'ying. Aka shu ishni qilmang, bizlar shuncha yosh tadbirkorni qo'ying, prezidentimiz yo'l bergan yosh tadbirkor ishlasin degan. Bu oilasi bilan necha yil kelib mana shuncha 7 yil, 8 yildan beri shu yerda yotib turadi. Uy joyi yo'q, hovlisini sotib mana shu bitta skvajni 15 ming dollardan mana 3 ta skvajni bor bu yerda. Mana shuncha bog'ni bir marta emas, 3-marta ekib mana buni ko'kartirdi. Endi hosilga kirganda bularga ko'zga ko'rinadigan nech joyni sotdi bular. Endi navbat bizlarga keldi. Buni yerni ber majburladi. Lekin bermadik. Bizlar dehqon. Bizlar boshqa hech kim hech qayerga ishlamaydi. Mana shuni arkasidan bizlar kun ko'ramiz. Asli nima ekinglar degandi hokimlikdan? Shartnomalaringiz nimaga edi? Shartnomamiz birinchi yong'oqzor qilish kerak edi. Yong'oqni ekdik. Mana shuni ichida ham bor. Yong'oq qurib ketdi. Mana shu bog'ning ichida 20% yong'oq turibdi. Mana shu yerlarga ham yong'oq turibdi mana. Yong'oqzor qildik. Yer to'g'ri kelmadi, qurib ketdi. Boshqatdan bihi qildik. Bihi ekkanimizdan keyin bizlar subsidiya olingan. Subsidiya olishga 7 ta tashkilot kelib akt qo'yib ko'rib, haqiqatan shu 60 gektar bog' bormi, yo'qmi deb haqqini ko'rib 60 gektar bog' ekilgan deb 7 ta tashkilot davlatnomaga qo'l qo'yib bergandan keyin davlat pul berdi, bank shundayga pul berilmaydi. Subsidiya olgandinglar o'sha vaqtda. Shu 60-70 gektarga bizlar subsidiya olingan. Summasi sizdan? Gektariga 7 milliondan subsidiya olingan bizlar. Subsidiya olib, mana shu hamma ishlarni qilib, mana shularni qilib, hammasini taxlagandan keyin deputat kelib, hozirgi kunda mana o'tgan yili kelib, bu yerda yerni olgandan keyin hech qanaqa ish qilinmagan deyapti. Bu territoriyani, shuncha bog'ni, shuncha nimani kim qildi? Xo'sh, nima sababdan fermer xo'jaligiga ajratilgan yerga tegishli bo'lgan shartnoma bekor qilingan? Nurobod tumani hokimligi tomonidan 2020-yilda ijara shartnomaga asosan Temurjon bog'lariga yerda 100 gektar yer maydon bog'dorchilikka ajratilgan. Albatta, ijara shartnomaga asosan shu ijaraga oluvchining shartli majburiyatlari bor. Bu birinchi o'rinda o'sha yerda bog'dan samarali foydalanish. Ikkinchi o'rinda mana shu o'sha hududda uy joy uchun mo'ljallangan noqonuniy qurilishlarni amalga oshirmaslik. Ya'ni eng asosiy majburiyatlardan yana bittasi bu soliq to'lovlarini o'z vaqtida to'lash. Shu bilan birgalikda yana bir majburiyatlardan biri shu bog' yaratilgandan keyin o'sha tovar aylanmasi, ya'ni tayyor mahsulot ichki bozorda va tashqi bozorga chiqadigan mahsulot majburiyatlari berilgan. Mana shu majburiyatlar ichida, mana majburiyatlar bajarilmagandan keyin
yuqorida haligi aytilgandek sudga murojaat qilingan. Bu yerga sudga murojaat qilingan asosiy maqsad bu yerda shu tuzilgan ijara shartnomani bekor qilish bo'lgan. Tegishli qarorlarga asosan shartnomalar bekor qilingan. Bekor qilingandan keyin davlat zaxirasiga mana shu 28 gektar maydondan tashqari shu 199 o'ndan 98 gektarli yer maydon davlat zaxirasiga qaytarilgan. Keyin belgilangan tartibda yana yangi tadbirkorlarga yangi imkoniyatlarni yaratish, yangi ishchi o'rinlarni yaratish, shu bilan birgalikda tovar mahsulotlar ishlab chiqarish maqsadida belgilangan tartibda auksion savdolariga chiqarilgan va yangi tadbirkor tomonidan mana shu 28 gektar yer maydon, bog' maydon qayta bog' tashkil qilish uchun auksiondan sotib olgan. Aynan shu hokimlik bilan tadbirkor o'rtasidagi tuzilgan shartnomaning qaysi bandlari aynan buzilgan? Endi aynan birinchi o'rinda mana shu soliq to'lovlarini o'sha paytda qachon soliq to'lovlari to'langan? Shu sud jarayoni boshlanganda to'langan. 4 yil davomida soliq to'lovlari to'lanmagan. Ikkinchisi, mana shu hududdan e'tibor bersalaringiz, kep ko'rilganda noqonuniy qurilish, uy-joy, ya'ni yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, yana bir bandida shu noqonuniy qurilish bo'lgan. Uchinchisidan bog'dan samarali foydalanilmagan. Yana e'tibor bersalaringiz, mana bog' qurib yotibdi. Tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan yer maydonini yong'oqchilikni rivojlantirish bo'yicha, yong'oqchilik tashkil qilish, bog' tashkil qilish bo'yicha tuman hokimligiga murojaat qilgandan keyin tuman hokimining qaroriga asosan 220 gektar yer ajratib berilgan. Keyinchalik 2018-yilda MChJ rahbari Temurjon bog'lari mevasi MChJ rahbari tomonidan dastlab 70 gektar yerni tuman hokimligiga qaytarib olishni so'rab bergan arizasiga asosan tuman hokimligi zaxirasiga qaytarilgan. Keyinchalik 50 gektar yerni yana o'z xohishi bilan ariza berib tuman hokimligi zaxirasiga qaytarib berishni so'ragan. Shundan kelib chiqib, demak 100 gektar jami yer 2020-yil iyun oyidagi, adashmasam 20-yilda 517 son tuman hokimining qaroriga asosan Temurjon bog'lari MChJ, Temurjon bog'lari mevasi MChJga yong'oqchilikni rivojlantirish maqsadida ajratib berilgan. Shartnoma shartlarini O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksining 36-moddasi 6-bandda belgilab qo'yilgan shartlarni MChJ tomonidan bajarilmaganligi, qator shartlarni ijara shartnomasini tuman hokimligi bilan Temurjon bog'lari MChJ o'rtasida tuzilgan ijara shartnomasi shartlarini bajarilmaganligi natijasida tuman hokimligi sudga, ya'ni Pastdarg'om tumanlari iqtisodiy sudiga murojaat qilishga majbur bo'lgan. 14-yanvar 2025-yilda Pastdarg'om tumanlari iqtisodiy sudi tomonidan Nurobod tuman hokimligining hokimlik bilan Temurjon bog'lari mevasi MChJ o'rtasida tuzilgan ijara shartnomasi muddatdan oldin bekor qilish to'g'risidagi da'vo arizasi qabul qilingan va 13-mart 2025-yilda Pastdarg'om tumanlari iqtisodiy sudining hal qiluv qarori bilan tuman hokimining da'vo arizasi qanoatlantirilgan. Keyinchalik, demak, MChJ tomonidan Samarqand viloyat sudi iqtisodiy sudlar bo'yicha apellyatsiya instansiyasiga shikoyat arizasi kiritilgan. Shikoyat arizasiga asosan arizasi demak tuman hokimligining da'vo arizasini qanoatlantirish to'g'risidagi Pastdarg'om tuman iqtisodiy sudining hal qiluv qarorini o'z kuchida qoldirgan. Keyinchalik, demak, taftish tartibida taftish instansiyasiga MChJ tomonidan yana shikoyat arizasi kiritilgan. Bu iyul oyida demak Samarqand viloyat iqtisodiy sudi taftish instansiyasi tomonidan Pastdarg'om tumanlari aro sudining 13-mart 2025-yildagi hamda aprel oyi 2025-yildagi hal qiluv qarorlari va hal qiluv qarorini o'zgarish qoldirish to'g'risidagi Samarqand viloyat apellyatsiya instansiyasi sudining qarori demak o'zgarishsiz qoldirilgan 2-marta. Shundan keyin yana MChJ tomonidan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlar hay'atiga yuqoridagi pastki instansiya sudlarining qarorlarini bekor qilish to'g'risida taftish tartibida shikoyat arizasi kiritilgan. Lekin 5-sentyabr 2025-yildagi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlar hay'atining ajrimiga asosan shikoyat arizasi iqtisodiy sudlar bo'yicha taftish instansiyasiga ko'rishga o'tkazishni rad etish to'g'risida ajrimi qabul. Mutaxassislar tomonidan olib borilgan o'rganish ishlari natijasida bog'da ekilgan daraxtlarning katta qismi yaroqsiz ahvolga kelib qolinganligi ko'rsatilgan. Mana bu qurilish bitta vagoncha konteynerni qo'yib
necha yil o'tirib keyin bir girdini apshivka qilib bitta naves qildi. Ishchilarga sharoit yaratdi. Prezidentimiz qaror chiqargan. Bitta molxona quringlar. Sog'aydigan sigir qilinglar. 100 ta tovuq olinglar. Ishchilarni o'zlaringizdan o'zingiz chiqarib mahsulotni boqinglar. Sharoit qilinglar. Yotoq joyini qilinglar. Shipan qilinglar, o'tiradigan joy qilinglar deb. Lekin molxonani noqonuniy qilgan deb, mana buni ham buzamiz deyapti. Buzinglar dedi. Menga kerak emas. Men majburiman qilgan o'sha vaqtga. Prezident qaroriga asosan nechta pulni xarajat qilib molxona qilgan. Ishchilarga sharoit qilgan, lekin takkursi nima emas, hammasi shunday blok terib qo'ygan. U uychani ham, mana bu ham, u pastdagi uylar ham. Shunday vaqtincha qilib qo'ygan bular. Lekin noqonuniy qilgan deyapti. Mana bu yerni bizlar auksionga 2 sotiqga yerni sotib olgan kadastri bor. Kadastri bor hokimiyatga, lekin ko'rib turib noqonuniy bu yer deyapti. Lekin o'zlarini qo'liga ko'daqmi. Nima uchun kadastrini tekshirmaydi? Nima uchun zemlamerga aytmaydi? Qaysi binolarda kadastr bor? Mana shu binoni, ana shu bino emas bu. Konteyner. Ana shu yerga 2 sotiq yerga kadastrimiz bor mana shu yerda. Mas'ullarning ta'kidlashicha, fermer xo'jaligiga bog'da tomchilab sug'orish ishlarini amalga oshirishlari uchun kattagina mablag' subsidiya sifatida berilgan ekan. Temirjon bog'lar mevasi 2021-yilda 714 million subsidiya olgan bog'dorchilik agentligidan, jamg'armasidan. Hozirgi kunda ogohlantirganmiz bir necha bor. Qurib qolgan joylarni jinoiy sud orqali Jomboy tumanida 10 gektar samaras bog'ni qaytarib to'lagan. Endi yana ogohlantirganmiz. Qarovsiz qolgan. Daraxtlar qurib ketgan. Subsidiya chiqayotgan vaqti aytildi, jamoa a'zosi aytdilar. Bizlar daraxt turi nima deb ko'rsatilgan o'sha vaqtda? Daraxt turi behi deb ko'rsatilgan. Behi va boshqa daraxtlar deb ko'rsatilgan. Behi deb ko'rsatilgan rost, ha? Ha, behi deb ko'rsatilgan. Oxirgi aktda necha foiz daraxt ko'kargan holda deb akt qilingan? Oxirgi vaqtda endi shu vaqtlar qish oylari edi, sud jarayoni edi. Fevral oylari edi. Endi u vaqt ko'karmagan bilib bo'lmaydi. 53 gektar deb akt qilingan. Behi va boshqa daraxtlar shunday. Tomchilab sug'orish texnologiyasini kam joriy qilgan edi, chala joriy qilgan edi, to'liq tortmagan edi. Tadbirkorning aytishicha, shartnomani bekor qilishlariga sabab dala shiyponi va molxona ham qurilganligi vaj qilib ko'rsatilgan ekan. Temirjon bog'lari emchijiga monitoring yuzasidan shu sud jarayonlarida qatnashganmiz, sudga. Haqiqatan ham 200 kvadratga qurilish uchun, bosh ofis qurilishi uchun auksiondan yer sotib olingan emchiji tomonidan. Amalda monitoring qilib ko'rilganda jami 517 kvadrat qurilishi aniqlangan. Qishloq xo'jaligiga tegishli bo'lgan ruxsatsiz arxitekturadan ruxsat olmasdan turib, o'zboshimchalik bilan 317 kvadrat qurilish qurgan. O'zi sotib olgan yeridan tashqari sudga bu materiallar asoslantirib berilgan, sud inobatga olgan. 200 kvadrat maydonga kadastr hujjatlari mavjudmi bu kishilarda? Auksiondan olgani, lekin kadastrlarni qilmagan. Auksion bayonnomasi bor, yutib olganlarga shu qurilishga ruxsati bor, lekin hujjatlarini bizga taqdim etmagandi. Lekin 200 kvadrati qonuniy. Ortiqcha 317 kvadrat qurilishi bor lekin. Hozir aytibdi 1% daraxt ko'kargan qolgani qurigan deb. Lekin bizlarga 3 oy oldin kelib tekshirib 53,5 gektar ko'k daraxtlarni ko'rib akt qo'yib, shu tuman tashkilotlardan kattalari bog'dorchilik ham, qishloq xo'jalik ham, nima ham hammalari hokimiyatdan ham vakillar kelib, bormi sizlarda nusxasi? Aktlari bor. Bir marta akt qo'ydi 53,5 gektar, bir marta akt qo'ydi 57 necha gektar sotiq. Uni 2 marta akt qo'ygan vaqtiga hamma daraxtlar ko'kargan edi. Kelib tekshirib akt qo'yib ketdilar. Akt qo'yib ketdilar. Mana lekin hozirgi vaqtda bu yil issiq kelganligi sababli bizlar hokimiyatning nimasini sudning qaroriga asosan bir marta suv berdik.
29 million pul ketdi. Lekin men to shu vaqtgacha qaror bekor qilingan, men qarzga botib yana qanday suv beray? Mana hozir daraxtlaringiz, mana bular necha yillik daraxt, u kattalar necha yillik daraxt? Mana bu hammasi nima edi? Mana bu chalasi qurigan joyiga o'tgan yili ekdik, o'tgan yili. Ana boshqasi 20-yilmi, 21-yilmi bunisini точно bilmayman. Men o'zim ham kelin biladi buni. Men ishchi bu yerda yaqinda keldim, 2 yil bo'ldi. Men ham fermer rais bir joyga 38 yildan beri ishlayapman. Samarqand Selskiga men fermer rais edim. Eksportmi, savdoga chiqargansizlarmi, eksport qilgansizlarmi mahsulotlaringizni? Eksport qilganimiz yo'q, lekin mana shu o'zimizni ichki bozorga chiqarib sotgan bizlar. Mana shu yil ham sotdik, o'tgan yili. Shu yil sotganimiz yo'q. Yolg'on gapirish kerak emas bu yerda. Lekin bu yil sotganimiz yo'q, o'tgan yil, avvalgi yil ichki bozorga sotib, mana shu qishloq xo'jaligiga ishlatgan ishchilarga pul berilgan bizlar. Sud qarori kuchga kirgach, yer elektron auksion orqali onlayn savdolarda qayta sotilib, 28 gektarni g'olibi bo'lgan tadbirkor esa yangi uzum bog'larni yaratmoqchi ekan. Mana shu ochiq auksion orqali mana shu yerni sotib olganmizlar. Mana yerni bog'ning ahvolini ko'rishlaringiz mumkin. Bog' 2 yil davomida sug'armagan va ko'kargan daraxtlar qolmagan, qarovsiz qolgan. Hozir bu yerda bizlar tozalash ishlarini olib boryapmiz. Bu yerga yaqinda tashqi bozorga yaxshi nav tok avatar degan navini olib kelib ekmoqchi bizlar uzumni. Keyin yana qolganlariga gilos qilmoqchi bizlar. 1,5 milliarddan ortiq bizlar bu yoqqa investitsiya kiritmoqchi bizlar. Har kuni doimiy 10 ta ish o'rni, kunlik 100 ta ish o'rni yaratamiz. Hozir o'sha daraxtlarga qancha qiymat baholangan? Qancha to'lab berasizlar daraxtlar ekilganligi uchun? Jami 70 ta dona daraxt uchun 45 million so'm mevalari bilan bizlarga to'lash sharti berilgan. Bizlar to'lab beramiz. Lekin bu daraxtni mana bog'ning ahvolini ko'rishlaringiz mumkin. Buni chiqarish kerak. Buni bizlar mevasiga keladigan bo'lsak, buni 2 marta ogohlantirganmiz. 10 kun oldin va bir 20 kun oldin. Mevasini terib olinglar, bizlar chiqaramiz. Bizlar mana shu yerlaringizni auksionga yutib olganmizlar degan. Ular bo'ldi deb vaqtni cho'zganlar, lekin hozir yangi nihollarni ekadigan vaqti kelgan. Uje bizlar tozalamasak bo'lmaydi. Yangi ko'chatlar ekish kerak, bu yerlarni obod qilish kerak. Hozir auksionda qancha yer maydonni yutib olgansizlar? Bizlar 28 gektar yerni yutib olgan bog'dorchilik uchun. Qolgan yerlar sizlarga aloqasi yo'q. Yo'q. Tadbirkorlarning aytishicha, 99,8 gektar bog'ning 28 gektardan qolgan qismi esa geologiya tashkilotiga qarashli ekanligi bo'yicha hozirda aniqlik kiritish bo'yicha ishlar olib borilmoqda ekan. Nurobod tumani hokimligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand-Qarshi yo'lining 45 kilometrdagi ko'cha yuzida bo'lgan qismi to'lig'icha kelajakda tadbirkorlarga berilib, bu yerda bog'lar, zavodlar, fabrikalar, mehmonxonalar, oshxonalar kabi yangi binolar ish boshlaydi. O'z murojaat TV Chingiz Norqulov, Rustam Ragin, Samarqand.